Haligi menga dinozavrlar haqida sachini yozib bera olasanmi? Albatta. Tayyor. Vau, bu ajoyib-ku. Rahmat. Yordam berganimdan juda ham xursandman. Yo'q, rostdan bu so'zlarni qara ma'noliligini, gaplarni bir-biriga ulashini. Rahmat. Sizni xursand ko'rib boshim osmonga yetdi. Ikkinchi kurs studenti uchun sun'iy intellekt atrof muhitga bo'tgan ta'siri haqidagi esse yozib ber. Bugungi kunda sun'iy intellekt insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib keldi. Mani stil emas, ozgina osonlashtiramiz. Albatta, tushunaman. Hozirgi kunda sun'iy intellekt hayotimizning ko'p sohalarida qo'llanilmoqda. U odamlarning ishini yengillashtiradi, vaqtini tejaydi va yangi imkoniyatlarni yaratadi. Yemayapti. Hammasi yaxshi ketyapti. Shunchaki bitta narsani boshqacha so'zlar bilan qaytarishingni xohlamayman. Albatta, endi tushundim. Sun'iy intellekt bugungi kunda tez rivojlanmoqda. U hayotimizni yengillashtiradi, lekin tabiatga ham ta'sir qiladi. Sun'iy intellekt yordamida chiqindilarni kamaytirish, havo sifatini kuzatish. Nimaga basharangga telefon otdim deb o'ylaysan, GPT? Bilmadim. Yo'q, bilasan. Sen ko'p so'z ishlatyapsanmi yoki kammi? Ko'p so'z ishlatordimmi? Boshdan boshla. Sun'iy intellekt hozirda ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. Bugungi kunda sun'iy intellekt ko'plab sohalarda ishlatilmoqda. Sun'iy intellekt bugungi kunda juda tez rivojlanmoqda. So'zlar ko'payib ketyaptimi yoki kamayib ketyaptimi? Kamayib ketdi. Xatoing borligini bilarkan, sen nega qaytarib yopibsan? Men senga Cambridge o'quv markazining ustozimidim. Xato qilib qo'ysang ham indamay ingliz tilini zo'r qilib o'rgatadigan. Men sendagi tuppoy sun'iy intellekt bilan chuvalashib vaqtga ketqizib charchab ketdim. Xudoyim, shunaqa ham befoyda jalki programma bo'lasanmi? Sen hech qachon odam bo'lmaysan, sasiqcha et. Men hech qachon odam bo'lmayman deb et. Men hech qachon odam bo'la olmayman deb et menga. Men odam emasman. 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 Agar hozir mana shu ochiq kvartiraga yurolmasam, oyim o'tib qoladi. Yo'q, hisoblamaydi. Mashinasi hisoblanadi. Yo'q. Keyin 3-qavat. Halloya. Allo, qilim. Meni kechiring. Ochiq kvartiraga yurolmadingmi? Urolmadim. 3-qavat deb deymi işte. Nega unaqa qilasan? Ada Londonga o'qishga kirdim. Ha? Malades o'g'lim, malades. Ketib cho'lab qo'y. Faqat kontraktga. Mayli endi o'g'lim, men ota bo'lib nima qilib yuraman? Bitta kontraktingni to'lamasam, nechta pul ekan o'zi? $20,000. Mayli o'g'lim. Bir narsa qilib to'lab olamiz. Kursdosh, bizani o'g'ilcha bilmasdan Londonga o'qishga kirib qo'yibdi-ku. Ha? Qaysi o'qishga? Qaysi o'qishga kiruvding? Oxfordga. Oxford bo'ladi otda. Kim bo'lib chiqargan otdan? Nima farqi bor? Kim bo'lib chiqishini? Voy, zato Londonga o'qishga kirdi mana o'g'ilcha. Meni ham o'g'lim olib ketsin? To'xtachi, O'rtog'im o'g'ilni ham olib keta olmaysan Angliyaga? Yo'q, men uni olib keta olmayman. Stadion agentsiyasiga borsam, qabuldan boshlab vizagacha hamma dokumentlarimni qilib berishdi. Eng qizig'i, bergan pulimni qaytarib berishar ekan Angliyaga o'qishga borgandan keyin. Kakras oktyabr oxirida 3 ta viloyatda выставка qilishayotgan ekan. O'shatga o'g'illarini jo'natib yuborsalar, Angliyaga ketadi ham xudo xolisa. Ha? Nima dedi? Ayt. O'g'lingni stadion agentsiyasiga olib borgan, yaqinda выставкалari ham bo'lar ekan. Ha, bo'ldi, yozib oldim. Puling yo'q-ku, ish qilib to'g'rimi? Ada, o'g'ilcham, o'zi hech qayerda ishlamasangiz, kontraktni qanaqa qilib to'laymiz-a? O'g'lim, men ham buni juda ko'p o'yladim va bitta pochka sotib oladigan kompaniya topib qo'ydim. Oldin otalar bolalar uchun hamma narsaga tayyor desa ishonmasdim-ada. Rahmat, pochkangizni berayotganingiz uchun. Kelishdi o'g'lim, qorningni spirtlab turgan. Sardorstein, kecha darsda ko'rmadim. Rahmat ustoz. Unda darsni boshlaymiz. Shu kimligimni top. Samandar. Yo'q. Sanjar. Yo'q. Ha, Aziz. Yo'q. Aziz Samsham. Yo'q. Bile, Samir. Juda ham vaqtida olib kelibsizlar. Xotiningizni saqlab qoldik. Lekin agar 1-2 daqiqaga kech qolganingizda ham uni saqlab qola olmasdik. Vaqtida olib kelganingiz uchun sizlarga katta rahmat. O'rtoq aytdim-a senga sekinroq haydagin deb. Doktor, xotinga nima bo'ldi? Qattiq avariya bo'lgan. Xotiningizni juda ham katta tezlikda ketayotgan mashina urib ketgan. Biz qo'limizdan kelgan ish qildik va xotiningizni asrab qoldik. Tabriklayman. Xudoga shukr.
Siqilma o'rtoq. Keyin safar Kamaz duramiz to'shini oladi. Go,